İlk kishi eshigimizga osilib turishdi, to'g'rimi aka? Adashmasam bir 15 minutdan beri osilib turishdi. Osilib turibdi. Fitillar har bir tabaqasiga 5 tadan 10 ta qo'yilgan. 5 tadan. 5 tadan. Osilib qolmaydi yani. Osilib qolmaydi. 11 lik profildan qilingan. Shu izlagani Qimmat so'maklardan 5 tadan fitil qo'yilgan. garantiya qancha bera olamiz mana shu ish? 10 yilga garantiya beramiz. 10 yilga. 10 yilga garantiya beramiz. Sifatiga javob. Keldi har bir donasiga 150 mingdan muhim qo'shilyapti. 150 mingdan. Ya'ni farqi yo'q, qanaqa rangdan bo'lishidan qat'iy nazar. Svetli rang hammasi bir xillar. Bir xil. Murod akaga zakaz berdilaringiz. Berdik zakazda. Aytgan vaqtlarga kelildimi? Keldi. Kech qolgani yo'q. Yo'q. Aha. Narxlari ham ma'qul sizga. Ma'qul narxlari. Obunachilarimizga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman albatta. Kattakon rahmat. Charchamang. Ichida endi 6 ta fortishga, 15 ta derazaga, 15 ta padagonga qo'yyapmiz. Padakonlik. Ichida bo'lyapti. Bu bonusga bo'lyapti. Akfa eshik rom o'rnatmanglar oldin. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, eng so'nggi fasondagi akfa eshik romlarimizni mana shu Fayzli xonadonimizga o'rnatish jarayoniga keldik. 2025-yil akfa eshik rom narxlari qanday bo'lyapti va usta akalarimiz qayergacha boradi? Batafsil ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Murod aka, xudo xolasa, bu akfa eshik romlarimiz nechta bo'lyapti? 15 ta rom, 12 ta eshik bo'lyapti. 12 ta eshik. O'sha 27 ta narsa. 27 ta. 5 ta fortishga, padagonlar bonusga keldi. Bonusga. Bonus qilmasi. Keyin aka qayerga olib keldik bu yer? Qashqadaryo Ko'kdala tumaniga keldik. Ko'kdala tumaniga. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, akfa eshik rom narxlari qanday bo'lyapti va akfa eshik rom o'rnatishga nimaga ahamiyat berish kerak, hamma ma'lumotlarni shu videoga aytib o'tib ketamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring, birdan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shu usta akalarimiz ishlarni chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishingiz mumkin. Akfa eshik rom o'rnatmoqchi bo'lgan aka-ukalar va tanishlarga bu videomizni podpisa tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Boshladik. Akfa eshik rom o'rnatgandan keyin mana shu skochni yurish mazada 3 soat, ro'parosa 3 soat deganga usta akalarimiz 12 ta eshik va 15 ta romimizni mana shu Fayzli xonadonimizga ustarovka qilib bo'ldilar. Uyni egalari o'zlari Rossiyaga ekanlar, akalari shu yerda hozir bir qator ma'lumotga ham olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimi yo'qmi? Rahmat. Murod akaga zakaz berdilaringiz. Berdik zakazda. Aytgan vaqtlarga kelildimi? Keldi. Kech qolgani yo'q. Yo'q. Narxlari ham ma'qul sizga. Ma'qul narxlari. Obunachilarimizga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman albatta. Kattakon rahmat. Charchamang. Murod aka, 2025-yil akfa eshik rom narxlari nech pul bo'lyapti? Qayergacha borasiz? Hozir batafsil ma'lumotni aytib o'tib ketasiz. Akalar, ukalar, mana ko'rishingiz mumkin. Ilk kishi eshigimizga osilib turishdi, to'g'rimi aka? Adashmasam bir 15 minutdan beri osilib turishdi. Osilib turibdi. Fitillar har bir tabaqasiga 5 tadan 10 ta qo'yilgan. 5 tadan. 5 tadan. Osilib qolmaydi yani. Osilib qolmaydi. 11 lik profildan qilingan. Shu izlagani Maniki. Apparatni ko'rsatish mumkin. Bitta yo'q bu ham 5 tadan 10 ta qo'yilgan. Hozir ko'ramiz. Murod akam aytayaptilarki, agarda osilib qolib yopilmasa, eshikni tekinga pulni ham olmayman deyaptilar. Mana qarang. Bitta yopib ko'rsating. Qaranglar mana. 2 yigit 150 kilo bo'lsa, 150 kilo. Qancha yukkacha ko'tara oladi bu eshigimiz? Endi har bir fitliliklardan ko'tarsam 5 tasi 250 kilo ko'taradi. Endi eshigimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak aka, mokri rangga qilib beriladi. Mokridan. Keling, apparat ko'rsatishingiz mumkin. 2 qavat oyna, bir tomoni oq, tashqari tomoni, ichkari tomoni yodo'y qildik. Yodo'y qildik. Metr kvadratini 1 million 400 dan qildik. 1 million 400 dan. Eshiklardagi bo'lyapti. Eshiklar oldin 1 million 200 qilyaptik, mana o'zgardi. Narxlar ko'tarildi. Endi yangi narxda qilyapmiz. O'rtasiga shatlanka gullar qo'yib beriladi. Shatlanka gul donasi adenni. Adenni hisoblanadi. 150 ming, mana nechta qo'yildi, shu qarab puli qo'shiladi. Ha, bunga 5 ta qo'yildi, 750 ming qo'shilgan. 750 ming bo'ldi o'zi. Mana ruchka zamaklar shu 1 million 400 ichida bu. Ruchka zamaklari maniki ko'rishingiz mumkin. Qimmat zamaklardan 5 tadan fitil qo'yilgan. Garantiya qancha bera olamiz mana shu ish? 10 yilga garantiya beramiz. 10 yilga. 10 yilga garantiya beramiz. Sifatiga javob. Usta akalarimizning nomerlari pastga bo'ladi. Telegram, WhatsApp bor. Agarda o'zlarini joyiga kelaman desalaring ham lokatsiya tashlab berishadi. Adashmasdan borishlaring mumkin.
Ustakalarimiz o'zlari Samarqandlik bo'ladi, to'g'rimi aka? O'zimiz Samarqand Pazarg'amdamiz. Aha. O'zbekiston 12 viloyat bo'yicha qo'yaveramiz. Maniki o'zimiz mashinamiz bor. Aha. Shu qaysi viloyat bo'lsa ham ketaveramiz. Ketaveramiz. Aha. Dastavka, ustanovka, ya'ni mana shu aytilayotgan narxlarda ichiga bo'ladi. Keyin Murod aka, mana shu derazamizga keladigan bo'lsak, derazani narxi boshqa bo'ladi, to'g'rimi? Deraza narxi boshqa. Aha. Bu alyuminiy bo'lgan. Alyumin. Metr kvadrat 8 yil esilgan. Buni ham donasiga keldi, har bir donasiga 150 mingdan mo'yin qo'shilyapti. 150 mingdan. Ya'ni farqi yo'q, qanaqa rangdan bo'lishidan qat'iy nazar Svitli rang hammasi bir xillar. bir xil. Agar plastik bo'lsa metr kvadrat 1 million so'mdan bo'lyapti. 1 Oldin million. 900 yasayotgandi, endi u ham 1 millionga chiqdi. 1 millionga Metr chiqdi, kvadrat. ha. Ya'ni narxlar oshdi. Narx oshdi, narx Aha. o'zgardi ertak. Zo'r. Keyin Murod akamga agarda akfa eshik rom o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsalaring, Murod akamlarning ya'ni bonuslari ham bor. Murod aka, bonuslarimiz mana shu adashmasam, ha? Bonusga kelgan maniki 6 ta fortishka bor. Aha, 6 ta fortishka. 15 ta derazaga 15 ta podogoniga ham kelgan bonusga kelgan. Bonusga kelgan. Hammasi bonusga kelgan. Ob'yom kattaligi uchun. Ob'yom kattaligi endi общий 55 million so'm bo'lgan. Aha. 55 million so'mda ichida endi 6 ta fortishka, 15 ta derazaga 15 ta podogoniga qilyapmiz. Sadakonlik. Ichida bo'lyapti. Bu bonusga bo'lyapti. Shoshilib qolamiz. Bemalol mana shu pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsalar, yanada batafsil ma'lumotni Murod akam o'zlari beradilar, to'g'rimi aka? Shunday beramiz. Aha. Xohlagan rangni aytgan razmerda qilib beramiz. Aha. Aytilgan Aytgan vaqtga 10 kun bo'ladi. 15 kunga sirag olamiz, kattaroq ob'yemlarga shu 10-15 kun ichida boradi. Bir kun, ikki kun oldin borishi mumkin, hech keyinga qolmaydi. Kechga qolmaysiz. Kechga qolmaydi. Endi ayrim sabablarga qarab bir nima yetishmay qolsa, Aha. kechga qolsa unda ham shariat aytib tushuntiramiz. Murod aka, agar sizga bizning obunachilarimizdan telefon qiladigan bo'lsa, keling zaявление ollaysiz. Boshidan sizga pul berish kerakmi yoki kerak emasmi? Kerak. 50-60% zakalat beradi. Aha. Ya'ni uyga olib kelamiz, ko'rib, tekshirib, ishni qabul qilgandan qolganini beradi. Qolgan beradilar. Aha. Borib o'lchab kelish, O'zbekiston Lubet uchkasiga bo'lsa, borib o'zimiz o'lchab, o'zimiz ko'rib kelamiz, joylarni o'lchab kelamiz. Biz katolarimiz aparamiz, alyumin deganga alyumin, plastmas deganga plastmas. Aha. Xohlagan rangni beradi, xohlasa shotlanka soldiradi, xohlasa 5 shotlanka. Arka bo'ladimi, chestik rang bilan qilib beradi, xohlagan rangni qilib beramiz. Akfa plasti ham, ya'ni termoligi bor, termo emasligi ham bor-da, to'g'rimi aka? Aha. Uni agar telefon qiladigan bo'lsalaring, Murod akam batafsil sizlarga ma'lumot berishadi, qaysisidan qo'yish kerak. Lekin Murod akamlarni passiyani biz kanalimizga qo'yib boryapmiz. Holi biron marta jalba tushgan yo'q aka, to'g'rimi? Jalba tushgan yo'q. Tushishi mumkin emasmi? Aha. Endi agar ayrim sabablarga qarab bir nima yetishmay qolishi mumkin. Aha. Unda ham aytamiz, shariat tushuntiramiz. Toza zarur bo'lsa, aparib qo'yib beramiz, keyin bir kun ikki kunda oynasini ham bilmas qo'yib beramiz. Endi uncha vaziyat bo'lmaydi. Navoda bo'lgan taqdirda ham uni ham to'g'rilaymiz. To'g'rilasa bo'ladi. Shunday. Ko'rishlay mumkin, lekin uyda ochaydigan narsa bu albatta akfa eshik rom bo'ladi. Bexijolat pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot plus bonuslarga ega bo'lasizlar. Akfa eshik rom o'rnatmoqchi bo'lganlarga srochniy bu videomizni podpisa tugmasini bosib jo'natib qo'ying. Murod aka, katta rahmat bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa keyingi obyektimiz qayerga bo'lyapti aka? Erta o'zimiz Samarqand Ishtixonga bo'lyapti. U ham katta. Samarqand Ishtixon. Ertaga uni ham olamiz, videoga ham olamiz. Ertaga uni ham o'rnatamiz nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Videoga podpiska bosib qo'ysalaring, biz har doim chiqarib borayotgan videolarimizni birinchilardan ko'rishlaring mumkin.